Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari. Mana 2 kun demak latokka yoyib qo'ygan arpamiz bugun roporosa 48 soat bo'ldi. Mana latokka yoyib, ustiga plastik yopib qo'yganimizga ancha o'sib qolgan. E'tibor qilsanglar, mana yaqinroq olib kelaman. Mana daji mana bu latokka bortidan ham ozgina ko'tarilib qolgan o'zi. O'zi mana bu plastikka o'zi buni ustiga yopib bo'lmaydi. Lekin hali ham qorong'ida turishi kerak. Uning uchun birinchi nima qilamiz? Hozir yana suvni sepib olamiz. Demak, aytganimdek, namlikni doim saqlab turish kerak. Gidroponikamiz o'sishdan to'xtab qolmasligi uchun. Bu yoqda latokka ham sepamiz. Ana. Bo'ldi. Lekin bu suv sepganimiz yetarli emas. Chunki bu o'zi ildiz chiqarib bo'lgan. Ildiziga suv borish kerak. Faqat tepasida qolib ketishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa cho'michimiz bor. Mana cho'mich, 1 litrlik cho'mich, 1 litr suv ketadi. Shunga mana chelik tayyorlab qo'ydim. 1 litr suv olib, mana shu tarafidan, tepa tomonidan akkuratli mana bunga quyib qo'yamiz. Mana. Ketdi. Va bu yog'iga ham xuddi shunaqa qilib, demak, tepa tomoniga quyib qo'yamiz. Suv uklon bo'yicha pastga tushib, mana bu anaqaga tushadi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, mana tanlovchasi bor, kichkinagina. Ketdi o'sha trubaga borib, mana bu kanalizatsiyadan mana idishimizga tushadi. Bo'ldi, mana shunday qildik. Endi ustiga latok yopib qo'yamiz, hozir ko'rsataman. Demak, mana latokka teskarisiga o'girib, mana zapas latogimizni mana bunaqa qilib teskarisiga o'giramiz. Nimaga bunaqa desangiz, mana tegidagi mana shu arpamiz o'sib, u tepasigacha boradi, svobodniy o'sadi ichida. Lekin yopiq prostransiyada o'sadi. Havo kirmaydi. Munchaga shunaqa qilib yopib qo'yamiz, akkuratni qilib. Xo'p, mana bu yog'ini ham xuddi shunaqa qilib yopib qo'yamiz. Mana. Bir tekisni yopib qo'yish kerak. Ana bo'ldi. Mana bunaqa ochiqroq joyi bo'lsa, mana bunaqa giri tayyorlab qo'yganman, 200 grammlik, mana bunaqa qilib yopilib qolishi uchun. Shu bilan mana ertaga kechqurun yana ko'rsataman. Lekin ertaga ertalab yana bir marta ochib, suv sepib, yana mana shu latokka yopib qo'yinglar. Ertaga kechki videoga ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.